Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Demak, juda ko'pchilikda Epson 3210 yoki bo'lmasa 3250 yoki shunga o'xshash Epson Eco tanklar juda ko'payib ketdi va hozirda bu odamlarda demak mana bu holatdagi ошибка chiqib yotibdi. Ya'ni ikkita chiroq yonib qolgan, hech narsa ko'rib chiqmaydi yoki boshqa holat bo'lmaydi. Men bu yerda prosta videoda olib ko'rsatdim. Demak, hozir uyda menda ekotank yo'q, ishxonada bo'lganligi uchun hozir so'ralgani uchun demak video qilib ko'rsatyapmiz. Demak, ushbu holatni yo'qotish uchun qanday ish bajarish kerak? Buning uchun men ikki xil fayl tashlab qo'yaman guruhga, ya'ni printer driverlar yo o'zimizni kompyuter dasturlari deb nomlanuvchi Telegram kanalimizga mana shu ziplangan, arxivlangan faylni tashlab qo'yaman. Demak, bunda Adjument deb nomlangan programma bor, ya'ni dastur bor. Bu qanday dastur? Bu ana o'sha xatoliklarni yo'qotish uchun ishlab chiqarilgan dastur. Demak, dastlab select bo'limiga o'tasizlar. Dasturni ishga tushirgandan keyin bu yerda 1210, 3210, 3250, 3251, 6260, 5290 nom markadagi Epsonning printerlariga sbros bersak bo'ladi. 3210 ni tanlab qo'yib turib, mana bu avto select turaveradi. Bo'lmasa portini tanlasangiz ham bo'ladi. Bu avto select tursa ham bo'ladi. OK tugmasini bosib, demak, o'ng tomondagi menyuga o'tib olamiz. O'tib olgandan keyin tozalash uchun Was Inkpad Counter deb tugmasini bosamiz. Demak, menda printer yo'qligi uchun hozir chiqmaydi. Siz agar check qiladigan bo'lsangiz, menda xatolik beradi, ya'ni kod ошибка beradi. Demak, siz check qila oladigan bo'lsangiz, mana bu yerda demak, uchta pichkani yoqib turib check qilasiz. Demak, mana bu yerda necha foizda, ya'ni qancha listda ma'lumot kompyuterdan printerdan chiqish kerak va qanchasi chiqdi va necha foizda. Bu yerda necha marta sbros berishingiz kerak, shuncha marta bo'lgani qancha foizda, ya'ni o'zini o'zi перечислка qilishlarini aytyapti. Demak, check qilganingizdan keyin agar bular 100% dan to'lib qolsa yoki 90% dan to'lib qolgan bo'lsa, demak, ana o'sha ошибка chiqqan, ikkala qizil chiroqlar yonib, o'chib, xatolik berayotgan bo'lsa, demak, ana o'shunda uchala pichkasini olasiz, initializatsiyani ezasiz, ha belgisini bosasiz. Bosgandan keyin bunda загрузка bo'ladi va printerni o'chirib yoqing degan tugma chiqadi. Printerni o'chirib yoqing degan tugma chiqqanda, printerni bir marta o'chirib yoqqaningizdan keyin bir marta check qilasiz. 00% ga tushgandan keyin bemalol printerni ishlatsiz bo'ladi. Agar initializatsiya berayotganingizda ulangan bo'lsa ham, printer sizni kabelingizga ulangan bo'lsa ham, mana bunaqa xatolik chiqarayotgan bo'lsa, printerni bir marta o'chirasiz va o'chirgan holatingizda mana bu pichkalarni yoqib qo'yasiz tayyor holatda. Initializatsiya tugmasiga sichqoncha turadi. Printerni yoqishingizga mana shu tugmani bir necha marta bosishingizga to'g'ri keladi. Ba'zi bir holatda shunday holatlar ham bo'ladi. Demak, bosganingizdan keyin buni o'chirib chiqib ketishinglar mumkin. Demak, mana shu holatda sizlar kompyuterda bemalol счетчигini sbros qilishinglar mumkin. Demak, dastur mana shu holatda ishlaydi va